Instagramda ko'rib ustakamiz oldiga olib keldim mashinani. Mana endi shuncha xizmat qilib, kir bo'lib, boshqa bo'lib ketgan. Hozir ko'rsatingchi, nima o'zgarish bo'ladi desam, hozir jinay ko'rsatib beraman sizga. Ma'qul kelsa, hamma joyini shunaqa qilamiz deyishdi usta. Hozir ko'ramiz endi qanday o'zgarish bo'lishini. Endi haqiqatda kir bo'lib ketgan. Bolalar ushlagan, boshqa bo'lgan. Instagramdan ko'rib xizmatlarni keldim shu yerga qidirib. Manzil Navoiy tomondan kelishdi. Akan Baliqdan o'tgandan keyin o'ng qo'lda mana telefon nomerlari. Mana shuna holat ichadan beramiz akalar. Mana shunday qilib artiladi. Tozalatdi-da. Bular quriydi, apparatda quritib yuborasiz, bu nam tekkan joylarni. Mana. Yaqinroq olib kelgan kamera mana. Bala bo'lmadi mana effekt. Chotki. Ha, bo'ldi. Ko'makatimiz o'tib yuboradi. Endi bu prosta tak qilingan narsa, hali bunga yana ham mehr berib, bir nimalar qilib, o'sha ko'rgandim o'zgarish katta bo'ladi. Xudo xolasa o'tirganda mazza qiladigan salon bo'ladi. Ha, aka. Chotkilab o'tib qilib beramiz. Gap yo'q, hammasini qilaverasiz ustaga, gap yo'q. Lekin buni taylari bor-ku mana. Chetlarini erinmasdan yangi cho'tkachada chotki qilib qilsangiz, zo'r, ma'qul. Qilaverasiz ustaga, kechgacha bitami? Ha, bo'ldi. Gap yo'q. Rahmat. Xizmat bo'lsa kelaverasizlar ekan mana.